Ayba yo'lda emas, uni shunday qilib qo'yishdi. Qo'g'aytirishdi ko'nglini ham, rangini ham. U bir paytlar gul edi, nozik, mehribon. Har bir so'zi go'zal va yoqimli. Ko'zlari orzuga, yuragi muhabbatga to'la. Ammo bir kun kelib u kulishni unutdi. Ko'zlarida charchoq, yuzida qattiqlik paydo bo'lishni boshladi. Chunki sevilmagan ayol qattiqlashadi. Eshitilmagan ayol baqiradi. E'tiborsiz qolgan ayol esa boltaga aylanadi. Endi u sukut qilmasdan qattiq gapiradi. Endi u chidamaydi, toqat qilmaydi. Chunki unda muhabbat emas, yig'ilib qolgan og'riqlar gapiradi. So'ng shikoyat boshlanadi. Ayol o'zgarib ketdi. Ilgari bunday emasdi. Yo'q, u o'zgarmadi, uning ko'ngliga qaralmadi. Tushunilmadi, vaqtida eshitilmadi. U atrofdagi to'nkalar sabab chinakam o'tkir boltaga aylangandi. Sababi esa uning yo'lida o'yladigan, mas'uliyatdan qochadigan bir to'nka